Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, biz kuzatuvchilarimiz. Xo'p, kecha 2 kun oldin video qo'ydik. Juda ko'pchilik tushunmabdi. Ya'ni nimaga tushunmagan? Bu narxlar faqat optim narxdami, dona narxdami deb so'rashdi akalar. Bemalol farqi yo'q. Bir dona olsani ham o'sha narxga beraveramiz. Optimga ham ishlarimiz, 2 shtuk ham ishlarimiz. Farqi yo'q. Umuman anaqasi yo'q. O'sha narsani aytib o'tmoqchiman. Xudo xolasa bizdan bir dona yog'och olsani ham sotaveramiz sizlarga. Misol, shu aytgan narximizni o'zi aytib o'taman yana bir boshdan. Juda ko'pchilik razmerlarga, taxtani bo'yi, qarag'ay yerliga tushunmabdi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, okalar. Iloji bo'lsa yaqin do'stlaringlarni ham shuni jo'natib qo'ysangiz shu videoni xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Ismim Davron, Namangan shahar Shamshiboy bozorida video olinibdi. Taxtalar o'zimizga okalar. Hech kim taxtasini olib video qilib qo'ymayman, o'zimning tovarlarim. Xudo xolasa sizlarga arzon va sifatli, qulay narxlarda qilib berishga harakat qilamiz okalar. Bo'lmasa biz videoni boshladik, shu boya aytib o'tgandek bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, xursand bo'lgan bo'lardim okalar. Xo'p, bo'lmasa yangi tushgan lapshamiz bo'ladi bu. 75 ga qalinligi 1.7 lik, uzunligi 4 metrlik, toza qarag'ay. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu quruq, suxoy okalar. Sifatlari zo'r, uzunligi 4 metrlik, kelgan razmeri 75 ga 1.7. Bu narxiga keladigan bo'lsa, narxini okalar 23 ming so'mdan qilib beramiz. Shtukka ham optim narxga ham farqi yo'q. Shtukka ham qilib beramiz 23 ming so'mdan. Xo'p, bu yerda mana 6 metrlik strapilalar. Hozir buni ham bir ko'rsataman sizlarga. 14 lik razmerimiz, hozir kunda hadovoy bo'lgan 14 lik razmerimiz bo'ladi. Uzunligi 4 metr, bir pachka qoldi. Buni narxi okalar 118 ming so'mdan. 14 ga qalinligi 3.3, toza qarag'ay, rossiyskiy, uzunligi 6 metrlik, 118 ming so'mdan qilib beramiz. 11 lik strapilamiz, ko'rib turishingiz mumkin mana. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni ham 6 metrlik razmeri, eni 18 ga o'zimizga 32 kelgan okalar. Manaqasi 33 o'shaq atrofi, eni 19-11 atrofida ko'rsatadi. Uzunligi esa 6 metrlik. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini okalar 87 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa sifati zo'r. Xo'p, bu yerda esa 4 metrli strapili shpuntlarimiz bor. Xo'p, shpuntimni aytib o'tgan, yo'q, reykamni aytib o'tgan. Reykamiz uzunligi 4 metrli reyka, holatlari zo'r. Xudo xolasa sifatlari ham a'lo darajada bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini okalar 6 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Razmeri manaqasi 4.5, qalinligi 3. Buni o'zi 3.5 ni ham ko'rsataman. Narxi ozgina farq qiladi. Uni o'zingizlar ko'rasizlar. Bu yerda qalin shpun so'ragan ukalarimizga qalinroq shpuntim ham bor. Ya'ni 11 ga qalinligi 3 lik, 27 chiqadigan razmeri 3 dan 3 ga rasmlar bilan 27-28 atrofida qolgan ukalar. Mana yon tarafdan ko'rishingiz mumkin. Xudo xolos zavodniki sifatlari absolyutni zo'r ukalar. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini ukalar. Xo'p, 63 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik. 15 ga 5 to'sinimiz bo'ladi bu. 15 ga 5 to'sinimiz hozir hamma joyda 120 ming so'rashgan, 115 ming so'mdan qilib beraman. 15 ga 5 uzunligi 4 metrlik toza lestva bo'ladi. 14 lik strapilamiz, uzunligi 4 metrlik, buni ham buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini okalar 72 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari zo'r, uzunligi esa mana 4 metrlik. Hozir bu yerda ham kattaroq pachkasi bor, hozir ko'rsatam. Bu yerda 11 lik strapilamiz, uzunligi 4 metrlik, 11 ga 3.5. Holatlari xudo xolasa yaxshi, sifatlari zo'r. Kelgan razmeri 11 ga 32 kelgan okalar, uzunligi esa 4 metrlik bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini okalar 56.500 so'mdan qilib beramiz. Buni hozir bundan kattaroq razmeri ham bor. Hozir buni ham ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa narxlar har xil razmerga qarab ketaveradi okalar. Misol hamma mana shu 11 ga 3.5 5 xil anaqasi bor-da. Misol kelgan razmeri bo'ladi, o'shalarni aytib sizlarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirib o'taman okalar. Xo'p, bu yerda 9 ga 3.5 uzunligi 4 metrlik bo'lgan strapilamiz bo'ladi. Buni nimaga ishlataman deyshadi? Buni o'sha tunkali tomlarga ishlatsa bo'ladi. Sarob to'g'risi ishlaradi. 9 lik razmer. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini okalar xo'sh 47 ming so'mdan qilib beramiz okalar. Uzunligi esa 4 metrlik bo'ladi. Xo'p, 11 ga 3.5 o'sha boya aytib o'tgan strapilam, bu o'sha 56.500 so'm. 14 lik strapilamiz, ikkita pachkada turibdi. Xo'p, sizlarga balarok pachkasini ko'rsatay. Uzunligi esa 4 metrlik. Buni narxi okalar 72 ming so'mdan qilib beramiz.
pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, xohlasani Telegram, xohlasani WhatsApp farqi yo'q, telefon qilib aloqaga chiqsani bo'ladi. Xudo xolasa sifatlari ham zo'r, narxlari a'lo darajada. Hop, bu yerda mana 11 lik strapilamiz, uzunligi 6 metrlik bo'ladi, holatlari xudo xolasa zo'r. Ko'rishingiz mumkin, narxi buni hop 87 ming so'm narxi beramiz, uzunligi 6 metrlik strapila bo'ladi. Hop, bugun ham shundan jo'natdi. Xudo xolasa sifatlari zo'r, aloqaga chiqsani chiroyli narxda, chiroyli sifatda sizlarga tanlab, chiroyli yuklatib berib yuboraman akalar. Bemalol foydalanib olsangiz bo'ladi. Aksiyadagi yog'ochlarimiz, ya'ni narxlarni ancha tushirib qo'ygan yog'ochlarimiz shu qoldi. Bilasizlar, juda ko'p edi. 85, 35, 270, 20 ming so'mdan. Hop, shu to'sinim hammasini olganga 100 ming narxi beraman. 17 lik razmeri ham bor, qalinligi 4,5, uzunligi 4 metr, 15 ga 4,5 ham bor akalar. Narxi 100 ming so'mdan. Bir donasi Lestova, uzunligi 4,10, 4,20 chiqadi. Lapshalarimiz, hop, shu yerda hamma lapshamizni bitta narx qo'yib qo'yganman akalar, 20 ming so'mdan olib ketishingiz mumkin. Shu qoldi, bemalol foydalaning. 8 ga 2 lik Lestovaga ham bor. Buni narxi akalar, sizlar maza qilib olishingiz uchun 22 ming so'm narx qo'yaman. 8 ga 2 Lestova akalar. Shunishingiz uchun bu yerda shpuntim. Bundan har qancha bor, 13 lik razmerim, ya'ni 14 dan ochilgan, 13 qolgan. Bu xudo xolasa akalar, ancha bor bundan. Mana taglari. Buni narxi akalar 49 ming so'm narxi beraman. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bundan har qancha skalatimda bor. 9 ga 4 uzunligi 4 metrlik polta anaqamiz. Ya'ni strapilamiz lagaga ishlatsa ham bo'ladi. Narxi akalar hop 50 ming so'm narx beramiz. 55 ming sotganmiz. Hop, bu yerda 11 lik strapilamiz, 11 lik palvoy taxtamiz, 1000 bor uzun. Qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Sifatlar zo'r, bu ham uzunligi o'sha 4 metr, eni 11, qalinligi 2. O'sha qayta aytgan sababi tushunishingiz uchun qayta aytdim. Yana sol bitta gapni повтор qilar ekan deb o'ylaman akalar. Narxi akalar 36 ming so'm narx qilib beraman. Bu yerda 9 lik strapilam, uzunligi 4 metrlik. Ko'rishingiz mumkin. Narxi hop. Buni narxini 47 ming qilib beramiz. O'sha orqadagi strapilamizni davomi 9,5, uzunligi 4 metrlik, 4,20 chiqadi. Lagaga, strapilaga ishlatsani bo'ladi. Apalpkaga ham ishlatsani bo'ladi akalar. Narxi 47 ming so'm. Bu yerda qo'lli razmerimiz bor, kecha chiqdi bu ham. 7 ga qalinligi toza 4, uzunligi 4 metr, 10 ming so'mdan qo'lli razmerimiz. 7 ga 4, uzunligi 4 metrlik, 10 ming so'm. Shpunt palvoy taxtamiz 1.5 sort bo'ladi. Buni 32 minglik varianti ham bor. Bu 34 ming so'mning varianti. 9 ga 2, uzunligi 4 metr, 34 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Holatlari zo'r, absolyutni chotki yog'och, maza qilib qoqasizlar. Ship reykamiz bo'yi aytib o'tgan 4,5 ga 3,5, uzunligi esa 4 metrlik strapilamiz, reykamiz bo'ladi. Buni metri 6200 so'm. Shu pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib foydalanib olsangiz bo'ladi akalar. Hop, 11 lik strapilamiz. Narxi o'sha 87 ming so'mdan qilib beramiz. Bozorda 90 ming so'm sotganmiz, 87 mingdan sizlarga qilib beraman akalar. Uzunligi 6 metrlik bo'ladi. Hop, bu yerda lapshalarimiz bor, to'sunlarimiz bor. Hozir ko'rsataman akalar. Hop, baqvat strapilla so'ragan akalarimizga to'liq razmerda 11,5 3,5, uzunligi 4 metrlik 62 ming so'mdan qilib beramiz. Suxoy strapilla bo'ladi. Baqvatni so'ragan akalarimizga qop-quruq narxi 62 ming so'm. 18 ga 5, uzunligi 4 metrlik. Mana ko'rishingiz mumkin, holatlari ham xohlasa zo'r. Narxi 145 ming so'mdan qilib beramiz. Toza Lestova bo'ladi akalar. Hop, bu reykamiz 4 ga 3. Buni narxi 5700 so'mdan qilib beramiz. Arzonroq reyka so'raganlarga metri 5700 so'm akalar. Hop, bu yerda 15 ga 3 lik razmerimiz bor, juda ko'pchilik so'ragan. 15 ga toza 3, uzunligi 4 metrlik, suxoy narxi akalar buni 75 ming so'm qilib bera olamiz. Toza 15 ga 3 lik bo'ladi. Hop, bu yerda yana nima qolib ketdi? Hop, 6 metrlik lapsham 9 ga 1,7, uzunligi 6 metrlik, narxi 40 ming so'mdan qilib beraman akalar. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa akalar, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalar xursand bo'lardim. Bemalol shu tukka oladiganlar ham, misol olganda, optimga oladiganlar ham aloqaga chiqsani bo'ladi. Shu nomerimizda WhatsApp, Telegram hammasi bor, xudo xolasa akalar. Maza qilib foydalanib olsani bo'ladi. Telefon qilsanlar, Rossiyada bo'lsani, biz jo'natib beramiz. Xudo xolasa hech qanaqa muammosi yo'q, boradi, taxta yo'q qilib pulini berasizlar, tushirib olasizlar. Boshqa hech qanaqa muammo yo'q. Uzoq joylarga bo'ladigan bo'lsa, ozgina zakolat tashlab berishini kerak bo'ladi akalar.
Xo'p, bo'lmasa akalar, videoni tugatamiz. Xudo xolasa yana tez video qo'yib turaman. Xuddi shunaqa 2-3 kunda bir qilishga harakat qilib ko'raman. Yangi tovarlarim chiqishi bilan video jo'nataveramiz akalar. Xudo xolasa, sizlar ham aktiv bo'lsangiz, biz ham aktiv bo'lamiz akalar. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'ying, okay? Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.